Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika motoblok ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda ko'pchilik klientlarimiz kutgan motoblok uchun zavodskoy urug' ekadigan selka apparatlarimiz yetib keldi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu selka apparatimiz hamma motoblokka tushadi. Ya'ni 7 tali desam 15-17 barcha turdagi motobloklarga tushadigan zavodskoy selka apparatlarimiz. Balonlari ko'rib turganlaringdek temirli bo'ladi. Sep orqali harakat oladi. Mana bu taylarni ko'rishingiz mumkin. Ham o'g'it tashlasangiz bo'ladi, ham don tashlasangiz bo'ladi. Bemalol. Xo'p, razmerlari o'zgaradi. 60-70 agatga mana bunday, mana bu turba orqali tashab beradi, ko'rishlaringiz mumkin. Bu regrovka bo'laveradi. Har xil ekinga qarab moslab olsangiz bo'laveradi. O'g'it tashlashga ishlatsangiz bo'ladi. Donli mahsulotlari, makkajo'xori, shunga o'xshash har xil turdagi ekinlarni endi o'zingiz motoblokga qo'yib olib, bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Ulanadigan joylari ham mana universal, bu hammasiga birga bir tushaveradi. Mana bu palis orqali tiqib olsangiz, hamma motoblokka birga bir tushadi. Kimga qiziq bo'lsa, soni cheklangan, narxini atiga 950 ming so'm qilib beramiz. Atrof bilan bemalol narx-navosini solishtirib ko'raveringlar. Zavodskoy selka apparatimiz narxi kimga qiziq bo'lsa 950 ming so'm qilib beramiz. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar, salomat bo'lasizlar.